Xo'p, sizga yana tushuntirishim uchun ichim yonib ketyapti. Tushuntiray dardimni. Qarang. Alloh mana shu faqir qulni otasini duosi bilan shu Ka'baga kirdimi? Ko'pchilik bilgan bo'lsa yoki aytayim, men Ka'baga Allohning fazli bilan kirdim. O'sha Ka'badagi xususiyatingizga aytib beray. Ya'ni Ka'badagi his-tuyg'uni. Ko'plar so'raydi, muridlarim, do'stlar, Hazrat Ka'baga kirdingiz, Ka'bani ichi qanaqa deydi. Qanaqa ichini tasvirlab beraymi? Internetda bor, suratlari bor. Yo'q, siz kirganingizda nimalar bo'lgan deydi. Ko'p holat bo'lgan. O'shalardan tushuntira olganimni tushuntiraman. Ya'ni bir xillarini tushuntirib bera olmayman. Unga meni lug'atim, so'zim yetmaydi. Tushunarlimi? O'shalardan masalan nima bo'ladi? Ka'baga kirganingizda ichida, ichiga kirganingizda shunaqa bo'ladiki, butun yaxshiliklar bir joyga jamlanadi-da, siz uni qoq o'rtasida turasiz. Biri shu. Yana biri siz oxirgi yetadigan maqomga yetib bo'lgan bo'lasiz. Biri shu. Yana biri Ka'bada siz turgan joydan boshqa hech vaqo vujud yo'q, faqat o'sha joy bor. Bunda ham his bo'ladi. Lekin sizga aytaman. Sizga aytaman, o'zi bu aytadigan gap emas edi. Aytamanki, hammangiz Arafatda topadiganingizni toping. Men sababchi bo'lib qolay deb aytayapman. Arafatda turishligingiz bor-ku. Men birinchi hajmda buni his qildim. Birinchi hajmda buni men sezdim. Lekin meni birinchi hajmda umid bilan mushtoq bo'lib keldim. Chunki 40 dan oshib haj qilyapman-ku. 45 dan oshib. Endi Robbimga kelib, mana bugun Arafatda duo qilyapman. Birinchi hajm bo'lgani uchun shunaqa bo'layapti, dedim o'zimga. Yo, bu Arafatda lazzati Ka'banikida emas dedim. Chunki men birinchi Arafatda o'zida, birinchi hajmda o'zida Arafatda lazzatini, huzurini Ka'badan afzal deya bildim. Shunday biling siz. Hammangiz hozir Ka'baga kirasizmi, qo'l ko'tarasiz. Lekin Allohga qasam, Allohga qasam, Alloh qasam deb aytamanki, Ka'bani, Baytullohni ichidagi huzurdan Arafatdagi huzur yuksakdir aytib qo'ying. Alloh shohid gapimga. Va siz buni o'sha erta boradigan Arafatingizda his qilasiz. Sizga Ka'baga kirgan biri aytayapti. Tushunarlimi? Balkim Ka'baga kirib, qoragaz hayolingiz ketib qolgandirda deyman. 4 tarafga qarab namoz o'qidik. Qilinadigan duolarni qildik. Lekin Arafatda bir mo'jizasi bor ekanki, uni o'sha siri nima? Rasulullohning so'zlari. Yadnu robbukum. Robbingiz sizga yaqin keladi deb Robbimiz turibdi deya, Robbimiz bizni ko'ryapti, Robbim eshityapti, duolarimni ijobat qilyapti degan xislatda, xususiyatda bo'lganim uchunmi Arafatda lazzati yuzlab Ka'bani ichiga kirishdan afzal aytib qo'ying. Endi qilarsiz endi Arafatda amalingiz. Endi ikkinchi yil keldi men hojilar. Ikkinchi yil kelsam ham xuddi shunday. Ha dedim. Birinchisida ko'p qabul qilmadim. Nega? Ka'ba-ku deb. Mana. Ikkinchi yil bunga aniq, yaqin, 100% amin bo'ldim. Nima? Arafatda voqif bo'lish bir bandani haqqida Ka'bani ichidagi huzur halovatdan afzalligi. Chunki nega? U Allohning uyi bo'lsa, bu yerda Alloh bor. Arafatda siz bilan Alloh bor insonlar. Buni eshiting. Arafatda Robbingiz bor. Mehribon Robbingiz bor. Butun gunohlarni afv qiluvchi Robbingiz bor. Tushunarli bo'ldimi? Harna yetkizdimmi?